Telefon qilishni majburmiz. Telefon qilishyapti o'zlari. Alo. Assalomu alaykum. Fatima opami bu? Yo'q. Fatimaxon Fozilova degan emasmi bu? Fatima Fozilova. Yo'q deyapsiz. Opa biz Allohning mehmoni loyihasidan Madina Muslim tur tomonidan telefon qilyapmiz opa. Agar men emasman desangiz aylanib boramiz hozir. Bu kichkina qiz Fatima Fozilova. Necha yosh? 10 yosh. Bering qizga. Voy boshqa. Fatima? Fatima. Gapiradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Fatimaxon yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Alhamdulillah, Xudoga shukr, biz ham yaxshimiz. Siz Allohning mehmon loyihasida Madina Muslim tur tomonidan qatnashgan ekansiz, qizim. Siz 100% bepul umra voucherini yutib oldingiz, Xudo xolasa inshaalloh. Qayerdasizlar? Adresni aytib olasizlar. Yo'q, bizga adreslarning qizig'i yo'q. Sizlar qayerdaliginglarni aytinglar. Hozir. Bo'ldi, O'shda 11dansizlar. Hozir biz primo efirlardamiz. Shu Fotimaxon Baziyeva degan qizimiz birinchi o'rinda yutdi. Xudo xolasa inshaalloh hozir 1 soat ichida chiqib yutuqlarni beramiz, Xudo xolasa. 15-dekabr kuni Xudo xolasa inshaalloh Abdug'ulom ukam boshchiligida safarga chiqish kerak bu qiz. Agar bolangiz shartlarni ham bo'lsa. Opa eshityapsiz gapimni? Tayyorsizlar inshaalloh Xudo xolasa. Hozircha biz hozir nanaga bo'lib qoldimmi hozir? Shokka tushib qoldingiz. Bo'lmasa biz hozir siz bilan endi hozir primo efirlardamiz. Biz siz bilan hozir uzoq suhbat qilsak zerikarli bo'lib qoladi. Faqat bu o'yinning qurollari bor, bu o'yinning shartlari bor. Biz kunini biz belgilaymiz yutib olgan odam uchun. Hozir qizimiz 100% bepul umra voucherini yutdi. Mana bu yerda biz hoji akamiz, bir hoji tog'amiz. Gapiradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Fotimaxon yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Alhamdulillah, Xudoga shukr, biz ham yaxshimiz. Siz Allohning mehmon loyihasida Madina Muslim tur tomonidan qatnashgan ekansiz, qizim. Siz 100% bepul umra voucherini yutib oldingiz, Xudo xolasa inshaalloh. Qayerdasizlar? Adresni aytib olasizlar. Yo'q, bizga adreslarning qizig'i yo'q. Sizlar qayerdaliginglarni aytinglar. Hozir. Bo'ldi, O'shda 11dansizlar. Hozir biz primo efirlardamiz. Shu Fotimaxon Baziyeva degan qizimiz birinchi o'rinda yutdi. Xudo xolasa inshaalloh hozir 1 soat ichida chiqib yutuqlarni beramiz, Xudo xolasa. 15-dekabr kuni Xudo xolasa inshaalloh Abdug'ulom ukam boshchiligida safarga chiqish kerak bu qiz. Agar bolangiz shartlarni ham bo'lsa. Opa eshityapsiz gapimni? Tayyorsizlar inshaalloh Xudo xolasa. Hozircha biz hozir nanaga bo'lib qoldimmi hozir? Shokka tushib qoldingiz. Bo'lmasa biz hozir siz bilan endi hozir primo efirlardamiz. Biz siz bilan hozir uzoq suhbat qilsak zerikarli bo'lib qoladi. Faqat bu o'yinning qurollari bor, bu o'yinning shartlari bor. Biz kunini biz belgilaymiz yutib olgan odam uchun. Hozir qizimiz 100% bepul umra voucherini yutdi. Mana bu yerda biz hoji akamiz, bir hoji tog'amiz bu qizni tortib bizga berdi. Primo efirlarda hozir bizni juda ko'pchilik ko'rib turibdi. Shuning uchun 15-dekabr kuni inshaalloh bu qizimiz bir o'ziga bir hamroh olgan holatda umra safariga borishligi kerak bo'ladi. Agar bu ayyor Inshaalloh. Biz hozir efirlardan so'ng biz sizlarga aloqaga chiqamiz, voucherlarni olib boramiz. Bizga adres, lokatsiya tashlab qo'yasizlar. Xudo xolasa inshaalloh sizlar bilan uyda ko'rishamiz, bir chiroyli bir holatda kutib olasizlar. Xudo xolasa biz chiqib tabriklab kelamiz. Alloh razı olsun. Xo'p, azizlar, mana o'zingizlar ko'rib turganinglardek 7 yoshdan 70 yoshgacha Alloh taolo o'zini Baytullohga mehmon qilib chaqiraman desa,
yoshiga qaramaydi. Mana 10 yasharlik qiz